O'zbekistondan keyin ketamiz G'aybulla aka. O'zbekistonda sag'indik. Oshlarni, shashliklarni. Kelganimizdan beri baliq yeb. Bu to'g'rida o'ng tomonimizda o'zimiz gazsensi şeyda bir ikki marta nima yedik. Mana farel baliqi mangalda pishirgani. Dengiz ham jivoy yapti, jivoy. Ovozi bilan, to'lqinlar ovozi bilan turib sal baliqlari bir ko'rinib qolsa ham inshaalloh yaxshi bo'ladi. Baliqlari yo'q. Farg'ona bog'boni kuzatuvchilar, usta bog'boni kuzatuvchilar keyin dam olinglar, maza qilib, mana shunaqa madaniy daryo dengiz bo'yida tabiiy holatda. Xudo xolasa bugun oxirgi kunimiz Boyko'da ketamiz. Bugun kechasi o'shanga hozir eng so'nggi oxirgi marka deydigan baliqlardan yeb o'tiribmiz daryo bo'yida. Usta bog'bonni, Farg'onali bog'bonni kuzatishda davom etinglar. Yangi yillar ko'p, xudo xolasa Shoptolda ham, Gilosda ham xudo xolasa. Like'lar bosib, gumbilatinglar, bir ko'p kuchaytiraylik. Sog' bo'lasizlar. Bugun PSB bilan ko'rishib, aqlam etib shartnoma qildik ko'chatda yangi sortlar. Har xil payvandtadik, qalchi gilosmidi, chereshlimidi, shoptilimidi olib kirib beramiz. Istalgan sortda. Xudo xolasa. Shu dunyoda borini. Inshaalloh.